A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. G'oshiya surasi 26 oyatdan iborat. Hal ataka hadisul g'oshiya. Hal lamda sukuni bor. Qalqala qilib qo'ymasdan aytamiz. Ataka ayn emas, oddiy a. Ataka t'dan keyin alif mat kelyapti. 1-2 deguncha cho'zamiz. Hadisul o'rta ha chiqaramiz. Ha hadisul d'dan keyin yo mat bor. Siri til bosamiz. Ulaymiz lamga. Hadisul g'oshiya. G'o istilo harf, ya'ni yo'g'on harf. Istilo degani yo'g'on harf. Yo'g'on harf qanaqa desa, a harakati bilan kelganda o ga o'qiladigan va yo'g'onroq aytiladigan harf. G'oshiya. Mod toy marbuta oxiridagi ta. Agar ulab ketsak, g'oshiyati vujuhu deb o'qiramiz. Ulamasak g'oshiya deb ha qilib to'xtaymiz. Vujuhu yawma idin khoshiya. Vujuhu da mana j'dan keyin vav bor. Ozgina cho'zamiz. Vujuhu har ustida tanvin kelyapti. Idg'om tanvinni yaga kirgizib, tashdid borga o'xshatib, yana ushab turamiz. G'unnali idg'om bo'lganligi uchun 4-5 deguncha ushab turamiz. Vujuhu yawma. Vav labimiz do'rdaytirsak, vav yaxshi chiqadi. Idin mana hamzadagi id o'qiymiz. Zirni til bosamiz. Tagdagi tanvinni beramiz. Izhor qoidasi kelyapti. Yawma idin khoshiya qat kho, ya'ni istilo harf. Undan keyin alif mat kelyapti. Amilatun nasiba. Amilatun ayndan keyin mat kelyapti. 1-2 deguncha cho'zamiz. Tun deganda ustida tanvin nunga yo'liqqan uchun idg'om, g'unnali idg'om bo'lyapti. Ham kirgizamiz, ham ushab turamiz. Amilatun nasiba. Nundan keyin alif matni cho'zamiz. Sod yo'g'on harfi. Nasiba. Tasla naron hamiya. Tasla. Sod sukuni beramiz. Tasla bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Lamdan keyin mana mat tabiiy kelyapti. Cho'zamiz. Naron. Nundan keyin yana mat bor. Uni ham cho'zamiz. 1-2 deguncha xolos, ko'p emas. Ron, r ustida r tafhim yo'g'onroq aytiladi. Ro ustida tanvin kelyapti. Mana izhor qoidasi ha ga yo'liqqan uchun aniq aytamiz. Hamiyah. Hamiyahdan keyin matni beramiz. Undan keyin toy marbuta. Tusqo min aynin aniya. Tusqoda sidi sukun beramiz. Tusqo. Tusiqo bo'lib qalqala bo'lmasin. Qo istilo yo'g'onroq aytamiz. Undan keyin mana matni cho'zamiz. Min izhor kelyapti. Nunni aniq beramiz. Aynin. Aynan keyin ya, undan keyin nun. Nunni tanvinini beramiz. Aynin. Aniya hamzani ustida ad o'qiymiz. Undan keyin alif matni cho'zamiz. Ad 1-2 deguncha. Aniya. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Laysa ustida tashdid turibdi. Bu agar o'zidan oldingiga ulanib ketsa o'qiladi. O'zidan boshlamoqchi bo'lsanglar o'qilmaydi. Laysa yerda sukun beramiz. Lahum mana molla keyin burchedagi ha, birinchi lada keyin ha deb o'qiymiz. Fatha lamdiki, zamma hadiki. Lahum ta'amun. To yo'g'on harf. Ayndan keyin mat kelyapti. Mim ustida tanvin kelyapti. Ta'amun illa mavu alif lam birga yozilganda birinchisi lam, ikkinchisi alif bo'ladi. Illa min dori' yo'g'on harfga ixfo qilganda yo'g'onroq aytiladi. Kommentariyada biroz savol beribdi. Yo'g'on harf, ya'ni istilo harfi kelganda ixfoni tushuntiring deb. Yo'g'on harf bilan kelganda birinchi ash yo'g'on harfda o'zi to'g'ri aytilishini chiqarib olish kerak. Masalan, mana do, di, du deb. Keyin ashi ixfoda nunni olib borayotganda ashi yo'g'onroq chiqadigan mash harf aytay deb qolgan joyga yashiriladi. Masalan, min dori'. Ingichka harf bo'lsa, ingichka olib boriladi.
Bu da yo'g'on bo'lganligi uchun min dori' yo'g'onib kelyapmiz. Rdan keyin yomat kelyapti. Cho'zib turib to'xtaymiz. Aynga sukun bilan dori' bo'lib qolmasin. Dori' la yusminu va la yughni min ju'. La yusminu, ladan keyin alif mat cho'zamiz. Yusminu sirli sukun beramiz. Va la yughni. Vdan keyin la alif lam kelib cho'zamiz. Yughni g'oda sukun beramiz. Yughni nundan keyin yana yomat kelyapti. Min ju' mana shu yerda ingichka ixfa kelyapti. Min deganimizda mana nundan keyin j ingichka harf, shuning uchun ixfosi ham ingichka ketyapti. Min ju' ixfoda ozgina g'unnasi ham bor bo'lganligi uchun ushlab turamiz. Jdan keyin vav mat kelyapti, shuning uchun cho'zib to'xtaymiz ham. O'zi oyat oxirida to'xtalayotganda cho'zib to'xtaladi. Mad oriz qilib. Ju' beda ju' aynda taqalib hamza borga o'xshatib qo'ymasdan ozgina ichkariroqdan aytib to'xtash kerak. Min ju' wujuhu yawma idin na'ima. Wujuhu jdan keyin vav kelyapti. Har ustida tanvin yo'ga kirgizamiz. Wujuhu g'unnali idg'om bo'lgani uchun 4-5 deguncha ushlab turamiz. Yawma idin hamzani tagida ida o'qiymiz. Zira til bosamiz. Zira tagida tanvin kelyapti. Nun harfiga yo'liqqani uchun idg'om bo'lyapti. Kirgizib ushlab turamiz g'unna bilan. Yawma idin na'ima. Nundan keyin alifni cho'zamiz. Li sa'yiha radiyah. Li sa'yiha deyam aynda beramiz. Li sa'yiha. Li sa' bo'lib qolmasin. Yiha mo yedda kasra bor, mo ha. Mo yumshoq ha. Li sa'yiha dan keyin alif mat cho'zamiz. Radiyah rodan keyin alif mat kelyapti. Ro yo'g'on aytiladi. Radiyah yedan keyin mo toy marbutan hal qilib to'xtaymiz. Fi jannatin 'aliyah. Fi tagida mat tabiiy kelyapti. Ozgina cho'zamiz. Jannatinda nun tashdidli bo'lganligi uchun g'unni beramiz. T tagida tanvin kelyapti, ya'ni izhor qoidasi. Nunini aniq bildirib, keyin aynni aytamiz. Jannatin 'aliyah. Ayndan keyin mat tabiiyni cho'zamiz. La tasma'u fiha laghiyah. Larda cho'zamiz. Alif bilan birga yozilib kelyapti. Tasma'u sinni sukunni beramiz. Fiha fadan keyin yomat kelyapti. Ozgina cho'zamiz. Hdan keyin ham kelyapti. Uni ham cho'zamiz. Fiha laghiyah. Ladan keyin ham kelyapti. Fiha aynun jariyah. Fiha bu ham f ham ha ham cho'ziladi. Aynunda ixfa kelyapti. Jni chiqadigan joyga tanvinni yashiramiz. Aynun jariyah. Jdan keyin ham mat bor. Fiha sururun marfu'ah. Sururun bo'lib cho'zilib ketmasin. Sururum. Beda ham tanvin mimga yo'l qo'ygan uchun g'unnali idg'om bo'lyapti. Ushlab turamiz. Sururum marfu'ah. Ro yo'g'onroq o'qiladi. Fdan keyingi vovni ham cho'zamiz. Va akwabun mawdu'ah. Va akwabun. Vovdan keyin ada vakwabun bo'lib ketmasin. Va ak ayam alohida eshitilsin. Vovdan keyin yana mat bor. Bu tanvin mimga yo'liqqancha yana g'unnali idg'om kirgizamiz. 4-5 deguncha ushlab turamiz yana. Va akwabun mawdu'ah. Dotdan keyingi vovni ham cho'zamiz. Va namariqu masfufah. Movi nundi tagidagi mimda burchak chiqarib qo'ygan mim mashi. Va hamma Qur'onda har xil yoziladi. Va namariqu mimdan keyin alif matni cho'zamiz. Riqu mas sot sukun beramiz. Masfufah fadan keyin vav mat kelyapti.
وزرابي مبثوثة. وزرابي ده را yuqori aytiladi, rodan keyin alif mat bor. وزرابي movi birinchisi b, keyingisi y. Birinchi b da keyin y da tashdid bilan o'qiymiz. Mabthutha b da qalqala kelyapti, s da til bosamiz. Mabthutha sdan keyingi vomatni ham cho'zamiz. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا من adam boshlayapti. Fala bo'lib qolmasin. Afala lamdan keyingi alifni cho'zamiz. Yanzuruni ixfo kelyapti. Nunni zodi chiqaradigan joyga yashiramiz. Yanzuruna ozgina g'unna qilib ushlab turamiz. Ilal ibili ilal mana ibili ibli bo'lib qolmasin. Ibili cho'zilib ham ketmasin. Ibili bo'lib ibili. Hamzani tagida i deb o'qiyapmiz-da. Ibili kayfa xuliqat. Qatxo t-da sifatini beramiz. Xuliqat. Va ila samai kayfa rufi'at. Va ila mana hamzani tagida i deb o'qiyapmiz. L ni s-ga urishtiryapmiz. Va ila sama mim mana burchakli qilib yozilgan mim. Samai undan keyin mad muttasil kelyapti. 4-5 cho'zish shart. Barmoqlarimizni 5 ta deguncha sanab cho'zaveramiz. Kayfa rufi'at va ilal jibali kayfa nusibat. Va ilal mana hamzani o'qiymiz. L da l ga urishtiramiz. Va ilal mojja. Jibali bidan keyin alif mat kelyapti. Kayfa nusibat. Va ilal ardi kayfa sutihat. Va ilal mana birinchi lam ketdi, keyin alif qoldi. Alifning ustida hamza, hamzaning ustida alif kelyapti. Alifni o'qiymiz. Ardi ro yuqori aytiladi. Kayfa sutihat hadi ham chiqaramiz. Fazakkir innama anta muzakkir. Fazakkirda mana zida til bosamiz. R beda ingichka ro aytiladi. Fazakkir innama g'unna. Tashdidli nun kelganda g'unnasini beramiz. Ushlab turamiz. G'unna bo'ladi. Innama orqasidan mat munfasil kelyapti. 4-5 cho'zish joiz. Ya'ni xolasiz 4, xolasiz 2 cho'zsangiz bo'laveradi. Antada nun tagi ixfo bo'lyapti. Anta muzakkir zida til bosamiz. Lasta alayhim bimusaytir. Lasta alayhimda alayhim lasta. Bu yerda ham mana tashdid kelyapti. Bu e'tiborga olinmaydi. Ulab o'qilsa ne o'qiladi? Alayhim yerda sukun beramiz. Mana mim ixfo shafaviya kelyapti. Ya'ni mim b harfiga yo'liqsa ixfo shafaviya bo'ladi. Mimda b da chiqadigan joyga yashiramiz. Ya'ni mimda aniq o'qimaymiz. Alayhim bimusaytir deganda gugurt cho'picha joy sig'adigan joy labimizda ochiq qolish kerak. Keyin b da aytish kerak. Alayhim bimusaytir illa man tawalla va kafar. Illa da ozgina cho'zamiz. 1-2 deguncha man mana nun tagi ixfo bo'lib kelyapti. Man tawalla ladan keyin alif mat kelyapti. Va kafar va kafar fayu'azzibuhu Allohul azabal akbar. Fayu'azzibu zira tashdid bor, zira til bosamiz, aynni chiqaramiz. Hullohul yu'azzibullohul bo'lib ketmasin, ma'da ha bor. Yu'azzibuhullohul bo'ladi. Hullohul Alloh lafzining o'rtasidagi lam tashdid bilan kelyapti. Zammadan keyin kelganligi uchun o'ga o'qilyapti. Hullohul yuqoriroq qilib. Azabazdan keyin maddabi bor cho'zamiz. Akbar ya'ni ma birinchi lam ketdi, ikkinchisi alifni o'qiyapmiz. Inna ilayna iyabahum. Inna g'unna ya'ni tashdidli nun kelganligi uchun g'unna qilib ushlab turamiz. Ilayna hamzani tagida i deb o'qiymiz. Yerda sukunini beramiz. Nundan keyin hamza kelganligi uchun mat munfasil kelyapti.
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم da yana iyabahumda yerdan keyin alif mat kelyapti, cho'zamiz. Moha iyabahum. Hum degandan keyin og'zimizni yopamiz, mimda aytganda labimizni yopamiz. Qaytib ochmasdan summaga o'tib ketaylik. Iyabahum bo'lib qalqala bo'lib qolmasin. Summada mimda yana tashdid kelyapti, g'unna, summa siratil bosamiz. Summa ushlab turamiz. Undan keyin inna ham shunaqa. Inna alayna yerda sukun berib nunni cho'zamiz. Hisabahum ha chiqaramiz, sirdan keyin alif cho'zamiz. Bu ha mana. Hisabahum. Bismillahirrohmanirrohim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallohul azim. Video foydali bo'lgan bo'lsa boshqalarga ulashishni va fikrlaringizni kommentariyada yozishni unutmanglar.